Navbatdagi bemorimiz xurrak otish bo'yicha va apnoe bo'yicha kelgan. 1 soatda 50 tadan ortiq apnoesi bor. Somnografiyasida nafas to'xtab qoladi. Shuning uchun sleep endoskopiya qilyapmiz. Ya'ni uxlagan holatda qaysi qismi nafasda to'xtab qolyapti, qaysi qismi xurrak otishda qatnashyapti, shuni ko'rmoqchimiz. Qarang. Yumshoq tangli, halqum yon devori qilindi. Bemorimizni sleep endoskopiya qildik. Ko'rganimizda bemorda asosan yumshoq tangli va halqumni yon devori, bodamcha bezlari xurrak otishda va nafas to'xtab qolishda qatnashyapti. Xudo xolasa bemorimizni operatsiyaga tayyorlab operatsiya qilamiz. Zo'r yordam beradi xudo xolasa. Xuddi shu bemorimizni somnografiya qilganmiz. Somnografiyada nafasi 55 marta buzilgan va 55 marta to'xtab qolgan. Nafasi 1 soatda. Endi u uyqu davomida, misol 6 soat uxlagan bo'lsa, 6 ga ko'paytirilishi kerak bo'ladi. Shuncha marta nafasi to'xtab qolgan. Bu juda ham og'ir darajadagi apnoe hisoblanadi. Endi shu nafas to'xtab qolgan vaqtda qondagi kislorod miqdori, saturatsiya 1 soatda 41 marta tushib ketgan bo'ladi. Endi tushib ketishi nechaga tushib ketgan? Minimalni 79 gacha tushib ketgan. Ya'ni 90 dan tushib ketsa, o'zi organizm uchun zarar hisoblanadi. U 79 gacha tushib ketgan. Bemorimizda puls 96 gacha ko'tarilgan. Nafas to'xtab qolgan vaqti bemorimizni endi xudo xolasa operatsiya qilib davolaymiz.